Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Yaqubjon Salimov. Bugungi mavzumiz hozirgi paytda juda ham aktual va dolzarb bo'lib turgan mavzu, ya'ni Toshkentdagi pivo festivali haqida. Bugun mana shu mavzuga chuqurroq yondashmoqchiman, chunki obunachilarim orasidan ko'pchilik shu mavzu haqida izoh berishimni so'radi. Xo'p, keling endi ozroq tahlil qilaylik. Bu nima sababdan yurtimizda bunaqa pivo va shu kabi spirtli ichimliklar ko'rgazmasi ochiqchasiga bo'lib o'tyapti? Buning sabablari juda ham ko'p. Endi o'zim bilgan va asosiy sabablarni aytib beraman. Birinchi navbatda O'zbekistonimizda huquqiy normativida yozilgan O'zbekiston Demokratik Respublika. Ya'ni, masalan, biz bilamiz, musulmon sifatida bizga aroq, pivo, shu kabi spirtli ichimliklar bizga harom qilingan. Lekin oramizda hamma ham musulmon emas, afsuski, va ular biz bergan shartlarga ko'nmaydi. Qabul qilmaydi bizni dinimizni ular. Va shular sabab ham bo'ldi deb o'ylayman. Va ikkinchidan bu yerda bir qora kuchlar bor desak ham bo'ladi. Ochiqchasiga ruxsat beryaptimi? Demak, bu yerda boshqa bir gap bor. Keling endi sal chuqurroq o'ylaylik, ya'ni bu narsa o'zi bizga kerakmi? Bizga nima yomon tarafi va nima yaxshi tarafi borligi haqida gapiraylik. Endi albatta yaxshi tarafdan boshlaymiz. Yaxshi tarafi nima bo'ladi? Jamiyatimizda bunaqa ochiqchasiga promotionlar, ya'ni targ'ibot qilishlar yoshlarimizga ham ta'sir ko'rsatadi va yoshlarimiz kelajakda buyuk alkashlar, pivoxo'r, noskash, pastkashlar bo'lib chiqadi. Mana biz plyus taraflar jamiyatimizga. Mana bu plyus taraflari. Minus taraflari nima? Minus taraflari aytganimdek, yoshlarimiz endi ochiqchasiga mana bu narsalarni qabul qilib boshlaydi. Bo'ldi, mana yurtimizda bu odatiy hol ekan deydi. Yoshlar o'tib ketadi ochiqchasiga. Misol uchun men hozirgi paytda o'zimni ko'ryapman, tengqurlarim orasida bu normal holatga aylanib qolibdi. Ijtimoiy tarmoqlarda bilasiz, propagandalar kuchli. Kim ko'rsangiz, qaysi blogini ko'rsangiz pivo ichadi, aroq chaqib vayn oladi va hozir oshnalarim ham orasida bunaqalar juda ham ko'p. Bu-ku mayli, meni yoshim 20 da, o'rtoqlarim ham 20 yosh, 25 yosh. Eng kulgili tarafi bilasizmi nima? Yaqinda o'zim domim atrofida ko'rib qoldim. 2 yoki 3-sinf o'quvchilari sigaret chakib yurishdi. Sigaret nos chakib yurishibdi. Ularni ko'ryapman. Gapirganimda qochib ketishdi. Ularni ushlab savol bermoqchi edim. Nimaga bunday qilyapsan deb. Afsuski, ular qo'rqqanidan qochib ketishdi. Ammo lekin bunaqa holatlarni juda ham ko'p uchratyapman. Yoshlar orasida bu avj olib ketyapti va bu kabi pivo festivallari, alkogolni, spirtli ichimliklarni targ'ib qiladigan festivallar bunga yanada nima deydi, olovga yong'in sepatida, olovga moy sepgandek gap bo'ladi. Yoshlarimiz orasida anaqa bachkanaliklar, manqurtliklar rivojlanib ketadi. Va eng yomon taraflardan bittasi, xalqimiz yana eski sho'ro davriga qaytadi. Bilasiz, bizga ruslar pivoni olib kirdi, aroq ichishni olib kirdi va qizig'i biz ulardan o'tib ketgan davrlar ham bo'ldi, ichishda, chekishda. Bu o'z navbatida jamiyatimizni izidan chiqarib yubordi. Xotinini ichib kelib urish, oila buzilib ketishi aynan mana shu zahri qotildan kelib chiqadigan narsa. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasida bilasiz, ochiqchasiga tamaki mahsulotlari, aroq, pivo hammasi cheklanyapti. Ammo lekin mana bu festival jamiyatimizga qarshi chiqmayaptimi? Bizni davlatimiz ilgari surayotgan g'oyalarga qarshi chiqib qo'ymayaptimi bunaqa pivo festivallari? Bular, o'ylaymanki, bular hammasi yopiq tarzda bo'lishi kerak. To'g'ri, biz endi hammaning ham o'zining diniy qarashi, e'tiqodi bor va biz hech kimni majburlay olmaymiz. Ammo lekin shuni ham talab qilamizki, bizning farzandlarimiz, bizning ukalarimiz, opa-singillarimizga mana bunaqa bema'ni, behayo narsa, foydasiz narsani targ'ibot qilmasliklarini. Bo'lsin albatta. Ularning xohishi bu, ularning talabi, qonuniy talabi hisoblanadi albatta ular ham. Lekin bunaqa narsalar jamiyatimizni orqaga tortadigan yomon illatlar yopiq tarzda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki turistlar, bilasiz, O'zbekistonga 11 millionta turist tashrif buyurdi. Sizningcha turistlar bizning yurtimizga pivo ichgani keldimi? Yo'q, afsuski unaqa emas. Turistlar, o'zim so'ragan turistlar, o'zim bergan savolimdan natijasiga, xulosamga ko'ra, ular O'zbekistonga bizning urf-odatimiz, ya'ni islomcha, musulmoncha urf-odatimizni, tariximizni o'rganish uchun kelishgan. Bu yerda ular pivo ichish, spirtli ichimliklarni ichish emas. Va yana bitta qo'shimcha fakt, bular nima sababdan O'zbekistonga kelishdi? Bu yerdagi xavfsizlik uchun. Sizningcha ichib olgan odam xavfsiz bo'ladimi? Ichib olgan mast holdagi odamlar albatta jamiyatimizga yomon o'rnak bo'ladi. Bizning yomon tarafimizni tanishga hissa qo'shib qo'yadi. Shu boisdan ham men bunaqa pivo festivallari bo'lishini, ochiq namoyish etilishiga qarshiman va u yerda yoshlarni, ya'ni 18 yoshga kerak bo'lsa 20 yoshga to'lmaganlarni ham qo'yishni ruxsat etilishiga qarshiman, to'g'risi. Bunaqa festivallar yopiq tarzda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Albatta, yana qaytarib o'taman, men demokratiya tamoyillarini qo'llab-quvvatlayman va har bir kishi o'zining e'tiqodiga sig'inishiga, e'tiqod qilishiga yoki e'tiqodli bo'lmaslik huquqiga ega. Shularni tan olaman, ammo lekin shuningdek,
mening e'tiqodimga zid bo'lgan narsani menga tiqishtirishiga, o'zimni oila a'zolarimga, yaqin birodarlarimga ko'rsatib, ularga propaganda qilishlariga ham qarshiman. Va shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizning fikringiz bu borada nima? Pivo festivaliga sizning fikringiz, shaxsiy fikringiz nima do'stlar? Iltimos izohlarda yozib qoldiringlar va albatta videoni tarqalishiga o'z hissangizni qo'shib, like va obuna boshingizdan chiqmasin.